Assalomu alaykumlar. Bugun xudo xohlasa mana nechanchi islarda bugun opa? 17-iyunni 2026-yil va biz xudo xohlasa mana tuxumlarni qo'yib jo'jalarni chiqarishni boshlamoqdamiz. Bu уже adashmasam 3-chi yoki 4-chi marta уже tuxumlarni chiqarishimiz mana bu inkubatorda. Bu inkubatorning o'sha nozik joylari bor ekan. Hali u haqida sizlarga xudo xolasa aytib beraman. Hozir mana shu tuxumlarni qo'yish jarayoni. Mana shu jo'jalar chiqib bo'ldi bundan. Hozir buni yuvib, taxlab, tozalab qo'yib, endi mana tuxumlarni qo'yapmiz. Tuxumlarni o'zini ham bitta artib oldik. Ba'zi joylarga o'sha tog'dan nimalar tekkan joyi bor ekan, o'shani tozaladik. Xullas, mana shu inkubatorimiz. Inkubatorni o'sha nimasi birinchi jo'ja chiqarganimizdan keyin temperatura datchiki, vlajность datchiklari yaxshi ko'rsatmay qoldi. Umuman boshqa narsa ko'rsatib qoladigan bo'ldi. Xo'p, ichiga keyin mana bunaqa datchiklarni olib qo'yganmiz. Mana bunaqa datchik qo'ydik. Keyin shu temperaturaga mana bunaqalardan ko'rdikda. Bunda boshqacha, xo'p, bularda boshqacha ko'rinib qoldi. O'sha ketib qoldi, o'sha kitalskidan qo'yilgan ekanda. Atak o'shani aytmasa qolgani yaxshi. Bunga hozir 60 ta tuxumani ketyapti. Bu 80 nechta ketadi. Oldimasidan oxirida sonini aytaman. Rovna 21 kun bo'ladi. 21 kunda chiqadi. 21-22 kunda hammasi chiqib bo'ladi. Xudo xolasa, shuni sizlarga ko'rsataman. Mana bugungi islo o'sha har bitta o'sha kerak etaplarni videoga olib joylab, oxirida o'sha rezultatni sizlarga xudo xolasa nasib qilsa ko'rsatamiz. Bu yerda hozir astrolog va qora jersey tuxumlari aralash ketyapti. Mana shu tuxumlar, mana shu 7 tasi bugun olingan tuxum, mana sekin-sekin qo'yapmiz. Xo'p, hammasi mana yordamchi Muhammad Rahim yordamchi o'zi hammasini qilyapti. Mana. Ba'zi tuxum yenchib olardi. Xullas mana ko'zlamasi mashallah sekin-sekin qo'yib o'rganyapti o'zi ham. Uydagi bolalar ham o'sha hunar o'rganadi. Mana shu jarayonda ularni qiziqib qarab nimalar o'rganib oladi-da. Va hokazo. Mana bugungi tuxumlar qo'yildi, mana bu kechadan oldingi tuxumlar. Xullas o'sha yig'ilgan tuxumlar hammasi mana. Xo'p, tuxumni qanaqa qo'yamiz? Mana tuxumini qarasangiz, mana bu tepasi, mana pasti bor. Shu buni qilib qo'yamiz, ya'ni uchini pastga qaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana hamma tuxumlar shunaqa turibdi. Ana qara, mana ak bu ak. Buni akni qo'ymasdi. Yo'q, qo'yamiz uni ham, qo'yamiz, qo'y bola. Qo'y bola. Mana bu tepasi, mana pasti mana. Pasti mana shu qismi, pastini bunday qilib qo'yamiz, bo'ldi. Endi mana sig'di, mana shu yerga hozir 70 tacha mancha tuxum ketdi. Endi sanam sonini aytaman. Bularni mana qo'yildi ozgina. Shularni qanday qilamiz? Yana mana qilib terib chiqamiz mana. Mana, tushundingizmi? Hozir terib bo'lib, mana keyin sizlarga ko'rsataman. Mana oxirgi nimasi tayyor bo'ldi. 85 ta tuxum ketdi. Mana bu kletkani o'ziga 77 ta, bu yoqda 8 ta tuxum qo'ydik. Mana bu nimasiga yetmagan joylariga mana bo'gaklari bor, tiqib tashladik. Bu o'zimizda olingan bo'gak. Shu mana bu aylangan paytida mana richagi bunaqasiga o'tga bunaqa aylanadi-da, o'sha payt tushib ketmasligi uchun mahkam qilib qo'ydik. Bo'ldi. Mana bu suv soladigan idishlari bor, ularga suv soldik. To'kadak suv solindi. U suv solish jarayonini endi sizlarga keyingi safar ko'rsataman, xudo xolasa. Xo'p, bugun richak yo'q, to'g'rimi? Birinchi kuni. Xo'p, panel upravleniyasi bor. Hali bu haqda sizlarga batafsil o'zim tushuntirib beraman. Gradusingga xato ko'rsatyapti. Bu aytganimdek, mana bu kaleidoskop deydi, mana tuxumlarni ko'rish nimasi 18-kunida ko'rinadi. Hali uni ham sizlar bilan bajaramiz, xudo xolasa. Mana bugun birinchi kuni 17-chislo aytganimdek, mana bismillah deb 85 ta tuxum qo'ydik, mana yopdik. Hammasi mana videoga olindi. Mana xudo xohlasa kuzatamiz. Oxirida nechta bo'ladi? Xudo shu 85 tadan nechta chiqadi? Shuning nechtasi katta bo'ladi? Shu hammasini sizlarga ko'rsataman va shu jo'jalarni nima berib boqamiz, nima berib katta qilamiz, hammasini xudo xolasa bitta ko'rib chiqamiz. Hamma narsa tabiiy narsalar bilan boqiladi, tabiiy usulda semirtiriladi, xudo xolasa. Xo'p, o'ylamak hamma tushunarli bo'ldi.
mana yordamchilar svetni o'chirdi, yordamchilar shunaqa yuradi. Mana bu yerda o'sha nimada havo chiqib turadigan joyi bor mana. Bilasiz, ish bitmaydi. Bu bizda o'sha aynan nima uchun? Tovuq uchun o'shani grafiki. Mana bugun birinchi kuni issiqlik 38 gradus bo'lishi, namlik 55 66 65 oralig'ida. Sovutish yo'q, aylantirish avtomat. Demak, avtomat yoqib qo'yishimiz kerak. Demak, mana bu o'zi nimani yoqadi? Inkubatorni yoqadi. Mana bu svet, mana ichkarida svet yondi. Mana bu bizda shu avtomat. Avtomatni yoqib qo'ydi. Mana hozir ko'rasizlar, qani sekin ana nima qildi ana. Qochib turib ana. Avtomat shuni aylantirib, nima qilib turadi tuxumlarni. U yoqqa bu yoqqa aylantirib turadigan narsasi. Birinchi kun avtomati bor. Avtomat oxirgi 4 kunlikdan 3 kunlikda olib tashlanadi. Qolgan paytda yonib turar ekan. Va hokazo. Sovutish hozircha yo'q. Hop, gradus hozir endi maksimal chiqishini ko'ramiz. Temin, rahmat video olib turibman. Xalaqbat tursan. Xalaqt urishim kerak sana. Mana hokazo mana turibdi. Xudo xolasa mana albatta shu videoga olib sizlarga ko'rsataman. Keyingi videolarda ko'ramiz, nasib qilsa. Keyingi videolarda o'sha keyingi jarayonlarni sizlarga ko'rsataman. Hozir shu gradusni aytganimda mana bu grafik bo'yicha 38 da turishi kerak. Hozir endi bu chiqsin, ko'ramiz. Ichkaridagi gradusliklar bilan hammasi olib, bir soatdan keyin 38 ga olib kelamiz.